Müstakillik bolmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bolmasa, huquqlaring bir tiyin. Davamı. Mening bundaq deganligim hergizmi biz Sharqiy Turkistonliklarga kishilik huquq da'vosi ziyonliq deganim emas. Demakchi bo'lganim, kishilik huquq da'vosi bilan Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosini bir o'ringa qo'yish yoki kishilik huquq da'vosini xalqaro oshkor qo'llaydigan da'vo, chet elda bozor topgan da'vo, butkul dunyo ishigini ichib beradigan da'vo deganga o'xshash kishilik huquq da'vosidagi bir qism chet eldagi vaqtlik afzallikni nazarda tutib, uni Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosidan yuqori o'ringa qo'yishga tirishish bir xil shakli o'zgargan siyosiy qoyinlikdir. Ya'ni o'xshash vaqtda chet elda ilib berilayotgan kishilik huquq da'vosini Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosidan tamoman ayirib qarab, bu xil da'vo bilan shug'ullanayotgan tashkilot va shaxslarni Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatining dushmani deb qarash o'xshash Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga ziyonlidir. Xitoylar kishilik huquqning ne kadar depsende bo'layotganligini anglitayotgan bizlar emas, balki Xitoy demokratlari, Falun Gong, Tibet qatorliq kuchlarni ham elib beryapti. Menimcha bu Xitoy millatiga to'liq uygun da'vo. Chunki ularning Jungo hukumatini tamamen qaytadan qurib, Tibet va Uyg'ur Sharqiy Turkistonlik deganlarga o'xshash millatlarning erkinligini yoki mustaqilligini e'tirof qilish mutlaq mumkin emas. Ular faqat o'z hokimiyatini o'zgartirib quryapti kifoya. Xuddi biz abay so'zlab o'tgan Amerika va Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlariga o'xshash. Ahirda men qo'shimcha qilib, chet eldagi bir qism Uyg'urlar tarafidan Uyg'urlarning onasi va Uyg'ur milliy mustaqillik da'vosining lideri deb atilayotgan Rabiya Qadri xonim bilan o'tkazgan bir qitimliq suhbatimni sizlar bilan birga anglashni loyiq ko'rdim. Bundan bir yil burun Rabiya Qadri bilan bir ustalda bo'lib, mehmon bo'lib qoldim. Xonim so'z orlig'ida "Balam ablajon, sen Xitoydami qonun o'qigan ekansan, hozir Amerikadami ham qonun o'qibsan" debqa. Mushu kishilik huquq da'vosi bilan mustaqillik da'vosi deganning zodi farqi bormi, yo'qmi? Kishilik huquq da'vosi mustaqillik da'vosini o'z ichiga oladi deydi. Seningchi bu to'g'rimi deb so'radi. Men xonimning bu savolini so'rgandan intayin so'yindim. Gapni qayerdan boshlab qanday tushuntirish to'g'riliq azroq o'yinib oldim-da, oddiy qilib shu so'rindagi hamma o'rtaq tushunarligidek usulda ommabop qilib mundaq tushuntirishga tirishdim. Qarang xonim deb so'zimni boshladim. Masalan, hozir biz sizning ota-bobongizdan qolgan bir yurish qora joyingiz bor deyli. U qora joyni ota-bobongiz o'zlari serib, o'zlari echib, o'zlari qurib, sizlar bir avlod kishilarga miros bo'lib kelayotgan joy deb qarasak, u holda qandaqdir bir kuni tuyuqsiz bir zo'ravon kuch zo'ravonlik bilan, ya'ni Xitoy zo'ravonlik bilan sizlardan shu qora joyni qonunsiz holda rahimsizlarcha bulab tortib olib, sizni faqat bolalaringiz bilan talada qilib o'lib qolmasligingiz uchunla shu o'zingizning qorasingizning bir burjunga joylashgan o'zinglarning mol qo'yadigan egildan kichikkina bir yerni ko'rsatib berib qo'ygan bo'lsa, sizning vaqtning o'tishi bilan qandaqdir shu zo'ravonga yelinib, men bolalarim bilan bu kichik egilda to'lib qiynalib qoldim, qisilib ketyapman, vaqti-vaqtida namozimni o'qiyolmayapman, xohlagan tomog'imni etib yelanmayapman, o'zimni oqshomni etib usullarimni o'ynayolmayapman, bosh ko'zlarimni yuvib vaqtida tornolmayapman va o'ylada bolalarim bilan ozodi chiqib o'ynayolmayapman. Biz bek qiynalib ketdik. Mumkin bo'lsa biz turayotgan egilning o'g'izlari teshilib yomg'irlar o'tib ketdi. O'tib ketdi bo'lsa, remote qilib bergan bo'lsangiz deganga o'xshash talablaringizni, hozir siz talablaringiz deganga o'xshash talablaringiz zo'ravon qo'ygan. Hozir siz qilayotgan va qilmoqchi bo'layotgan kishilik huquq da'vosi deganingizning naq o'zi shu. Chiqa anangni. Bunlarcha o'g'ri. Meni nima ko'ryapsan? Bu joy mening ota-bobomdan miros qolgan. Biz el-mustaqilni tap yashab kelayotgan, mening ona tuprog'imning ustiga selagan aziz vatanimning bir parchasi. Sening bu joyda iflos oyog'ingni biz hech yaqin yo'q. Qanday kelgan bo'lsang, shu bitishingni ko'tarib ko'tarib, o'shnanga otib kelgan yo'ling bilan qanday kelgan bo'lsang, shunday ket. Sening bu qoraq selib olgan hashamatlik binolaringning menga hech lozimi yo'q. Xohlasan buni ham o'shnanga otib ol. Ben ballarım bilen meyli boğurgorda yatay, meyli boğurgorda meyli dakyat yatay, özümge, öz oylamga, öz ziminimge hocaylık kılmen. Tez yokal, tezde de yokalmaydıken sen, ben seni öldürüp cesedini tunguzga taşlap birmen. Dep, aşı zoravan küşünü, yani şu Xitayni, öz oylanızdan tamamen qoğlap çıkırış, ben sizi tolumicik sözlep anıltanmavatkan ve siz anlaşını xalamayotgan mustaqillik da'vosi deganning o'zi shu deb tushuntirganim elimi hozirgidek esimda. Shuna men barliq vatan ichi va sirtidagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning navbatdagi Sharqiy Turkiston da'vosida intayin sagak bo'lishini,
Xitoyning Sharq Turkiston mustaqillik davosini millat davosiga, ya'ni Uyg'ur davosiga, millat davosini, ya'ni Uyg'ur davosini kishilik huquq davosiga aylantirib, vaqt o'tkazib, vatanimiz Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqini bir davlat, bir millat sifatida tamamen osmatsiya qilib yutishlik rezil siyosiy nayranlarga hergiz yo'l qo'ymasligimizni bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatim bilan samimiy iltimos qilaman. Her qaysingizlarning ko'ngil qo'yib anglangizlarga ko'p rahmat. Yassun Sharq Turkiston mustaqilligi, yassun barliq Sharq Turkiston ittifoqligi. Ko'pchilikning vaqtiga rahmat.